yuklab olish va uni registratsiya jarayoni ham juda ko'p vaqt oladi. Mana shu bundan tashqari muammolar juda ko'p, ya'ni davlat idoralari tushunadi, bitta rahbar imzosini olish uchun ish oldida kun navbatlarida turishadi. Tasavvur qiling, endi xodim ilovani hujjatni bazadan platforma tayyorlayapti-da, rahbar yuboryapti. Rahbar uni bitta SMS-ning orqali qabul qilib tasdiqlab yuboryapti. Biz bunga yechim sifatida LexAir platformasini yaratdik. LexAir bu nima? LexAir bu hujjatlar, elektron hujjatlar generatsiyasini amalga oshiruvchi ekotizim. Bu oddiy ekotizim emas. Avvalo o'zini tanishtiradigan bo'lsam, ismim Javohir Obloh, biznes korporativ yuristman hamda advokatman. 20 dan ortiq firmalarga yuridik xizmat ko'rsataman hamda maktablar firmasi rahbariman. Bizni LexAir startapimiz bu bitta ekotizim, ya'ni ovqatlar muhim jarayonlarni qamrab olgan. LexAir xatosiz yuridik kuchga ega hujjatlarni yaratadi. LexHR kadrlar hujjatlarni to'liq raqamlashtira oladi. LexArning bitta tasdiqlarni monitoring qilish hamda avtomatik bildirish oladi. LexContract mijoz va haqlar o'rtasida elektron shartnoma amalga oshirish. LexCard tibbiy muassasalar uchun ixtiyoriy rozilik tibbiy ro'yxatdan o'tish jarayonini avtomatlashtirish. LexManagement bu sun'iy intellekt yordamida buxgalteriya va elektron hujjatlarni oqimdan avtomatlashtirish tizimi hisoblanadi. Bu biz platforma ekotizimni saytdagi nusxasi, bu har bitta bo'lim orqali avtomatik imkoniyatga ega. Biz oddiy qog'ozda loyiha emasmiz, bizni sayt to'laqonli ishlayapti va integratsiyalar mavjud. E-imzo moneta orqali to'liq ishlaydi. To'liq tizimlari ham barcha ishlab turibdi.